svet bilan gazga oyiga necha pul rasxod qilasizlar? Xabaringlar bor do'stlar, men yangi uy sotib olganman. Yangi sotib olgan uyimga hozirgi paytda bilasizlar, gaz bilan svetga limit qo'yib qo'yishgan. Men yo'q joydan 400 ming, 500 ming har oy to'la olmayman. Tekinga tok ishlatmoqchiman xullas aka. Men uyimda televizor bor, xolodilnik bor, kir mashinka bor, 3-4 ta chiroqli bor. Shu uyimni полностью tok bilan ta'minlamoqchiman, tekinga ishlatmoqchiman va qo'shnilarimga yana sotmoqchiman. Bor. Shunaqa quyosh batareyangiz, generator bormi sizlarda? Bor. Shuni podpishchilarga ham ko'rsating, men sizlarga ham paxodi ko'rsatib ketmoqchiman. Balkim kimdirlarga foydasi tegar bu videoyimiz. Qanaqa quyosh panellaringiz bor? Xo'p, quyosh panel stansiyasi gibridli bo'ladi, sityovoy bo'ladi. Ya'ni gibridli akkumulyatorli bo'ladi. Ya'ni davlat tok o'chib qolsa, o'sha akkumulyatoringizdan tokka olib yuzga beriladi. Sityovoy variantimiz bu davlat tarmog'iga asosan sotish bilan shug'ullanadi. Foydali tarafi shu, bu o'zini okkupayimiz 2,5 yilda, ya'ni o'zi pulini oqlab oladi, bu 3,5 yilda o'zini oqlab oladi. Garantiyasi qancha bo'ladi? Misol uchun men hozir sotib olsam, garantiyasi necha yil garantiya berasiz? Hamma narsaga individual, ya'ni invertorlar 1 yildan 5 yilgacha, quyosh paneli bo'lsa 25 yildan 35 yilgacha. Oho, 25 yildan 35 yilgacha garantiya berishyapti jigar. Keyin brat, davlatga agar sotadigan bo'lsak, oyiga primerna qancha doxod, qancha olib keladi bizga yo'q joydan? Xonadon hozir o'rtacha 10 kilovatdan 20 kilovatgacha ustanovka qilyapti. 10 kilovatliklarni taxminan oladigan bo'lsa, 1 milliondan 1,5 milliongacha daromad qilsangiz. 1,5 million yo'q joydan keladi. Yo'q joydan, quyoshdan keladi. Havodan. Quyoshdan. Hurmatli do'stlar, sizlarni ham taklif qilaman, svetinglarga yo'q joydan 400 ming, 500 ming to'lagandan ko'ra, mana tekin shundoq olasizlar, olib borib o'rnatasizlar. 12 ta viloyatga dastavka xizmatlaringiz bormi? Dastavka xizmati, ustanovka xizmati, podключ, servis xizmatimiz ham bor. Qulayliklar yaratilgan. Xullas, men bilasizlar, mayda-chuyda narsalarni reklama qilmayman. Odamlarga kerakli narsani postoyanno reklama qilib yuraman. Bularni mana pastda nomerlarini qo'yib bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, kelaverasizlar jigarlar va ushbu videoga bittadan like bosib, yaqiningizga ham tashab qo'yinglar. Svet bilan gazga necha pul rasxod qilasizlar oyiga?